Sen Allohga muhtojsan. Sen Allohga faqirsan. Biz aytayotgan faqirlik mana shu. Alloh Qur'onda siz bilan bizga shunday deb xabar bergan. Ey odamlar, sizlar Allohga faqirsizlar, ya'ni Allohga muhtojsizlar. Ana shu Allohni tanimagan, o'zini tanimagan johil inson hayotda bir narsaga erishgan bo'lsa aytadiki, men buni dedi o'zimni qo'llarim bilan dedi, o'zimni mehnatim bilan qo'lga kiritdim. Menga hech kim yordam bermagan deydi. Sen Allohning bandasisan. Har bitta narsada, har bitta holatda Allohga muhtojsan. Alloh taolo aytadi, astagfiru billah, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u va tanzi'ul mulka mimman tasha' va tu'izzu man tasha'u va tudhillu man tasha' biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qodir. Ayting, ey mulk davlat egasi bo'lgan Allohim, sen istagan kishingga mulk ato qilasan. Istagan kishingdan bu mulkni tortib olursan. Istagan kishingni aziz qilursan. Istagan kishingni